Appoint ERP dasturini tadbirkorlarga tizimlashtirish uchun taklif qilganimizda, ular Appointga sarflagan pulimiz o'zini oqlaydimi degan savolga to'xtalishadi. Xuddi aynan siz aytgandek jarayon bizada bo'lgan. Masalan, materialga ketayotgan xarajatlarimizni shaffoflashtirib bergan. Ishlab chiqarish hajmi katta bo'lgandan keyin uni boshqarishni deyarli imkoni yo'q edi. O'sha masalan materialimiz qayerda turibdi yoki qayerga ketayotganligini aniq bizga ko'rsatib bergan, shaffoflashtirib bergan. Shuni o'zidan ham biz o'sha Appointga chiqariladigan pulni qoplab olganmiz. Undan tashqari tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi bor. Undan million brendga ega bo'lganimiz uchun 50% gacha qismini qoplab bergan naqd ko'rinishida. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, Appoint o'zini har tomonlama qoplash imkoniyatiga ega. Sababi sizga ishlab chiqarishni shaffoflashtirgandan keyin siz o'z xarajatlaringizni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. U xarajatlarni tejash va keyingi ishlab chiqarishni prognoz qilish imkoniyatini berasiz. Ishlab chiqarishingizni avtomatlashtirmoqchi bo'lsangiz, Appoint kompaniyasiga murojaat qiling.